أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. Yani su tepilmagan çağlarda tartilish uchun ziminning yuziga qo'limizni uriblam, yuz qo'llarimizni silsak, bu taratning o'rnida turdi. Va huwa fil lughati mutlaqul qasd. Lug'at ma'nosi niyat qilgan, maqsad qilgan, shuni ko'zlagan degandek ma'nolar keladi. Qala ash-sha'iru: "Va ma adri idza yammamtu ardan أريد الخير أيهما يليني." إذا يممت أرضا degan bira ziminni ko'zlab minib qolsam, أريد الخير yaxshilikni izlab bira ziminga bormoqchi bo'lsam, bira ziminni maqsad qilsam, bilmayman dedi. Va ma adri, bilmayman. Ayyuhuma yalini degan yaxshilik va yomonlikni demakchi. Ayyuhuma yani al-xayr va ash-shar. Men yaxshilikni izlab bir ziminga bordim, lekin menga yaxshilik bormi, yomonlik bormi, beshimga yaxshilik kelamdi, yomonlik kelamdi, bilmayman dedi. Yali degan vala yali, yaqinlashdi. Masalan, fima yali deymiz-ku, tuandike deganda. Va fi ash-shar'i qasdu as-sa'id at-tahir. Pak zimin yuzini maqsad qilish dedi. At-tahir pak. Sa'idan tayyiba dedi Qur'oni Karimda. Shu tayyib degan ma'noda. As-sa'id degan asli sa'adatga o'rlashni ko'rsatadi. Shunga liftni mas'ad deymiz. Ziminning yuziga o'rlab chiqqan modda bo'lsa, shuni maqsad qilish. Bu qum bo'lishi mumkin, to'pi bo'lishi mumkin, bundan boshqa tosh shig'illar bo'lishi mumkin. Vasta'maluhu bi sifatin maxsusa. Shu zimin yuzidagi pak moddani maqsad qilib, shuning yuzlanib, shu moddani ma'lum shaklda, ma'lum sifatda ishlatishdan iborat. Li iqomatil qurba. Ibodatni ado qilish uchun, Alloh taologa yaqin bo'lish maqsadida ma'lum shaklda ishlatish tayammum deb ataldi. Tayammum shu islom ummatiga Alloh taolo ato qilgan alohida bir iltifotdan iborat. Burun qilda yo'l qo'yilmagan islom ummatiga kengchilik qilib yo'l qo'yib qo'ygan. Va sababu wujubihi ma huwa sababu wujubil wudu. Nima uchun vojib bo'lgan, farz bo'lgan bu tayammum desa, tahorat ilishning farz bo'lganligining sababi o'zi shu deydi. Ya'ni namoz o'qishni xohlaganimizda tayammum qilish farz bo'ldi. وشرط جوازه العجز عن استعمال الماء. Tayammumning joiz bo'lishining sharti suvni ishlatmay qilish edi. Ishlatishdan ojiz kelganlik. Li'annahu khalaful wudu. Yoki li'annahu khalafal wudu'a. Yoki li'annahu khalaful wudu'i. Chunki bu tahoratning o'rniga degan, yoki izbasar bo'lgan. Khalaf degan keyindan keldigan, izbasar bo'ldigan bo'lish. Shuni al-xalaf va salaf deymiz. Lekin xalfun desanglar, bu nachar avlod degan bo'lib qoldi. Qur'on Karimda fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat. Fala yushra'u ma'ahu. Davonikan tahorat ba, tahoratning izbasari va izbasar bo'lg'achqa aslidagi shu tahorat bilan billa qilinmaydi. Biz yuqorqi bablarda shaq qilib qolgan taqdirda ikkini tan qiladi dedik. Lekin bu biz shaq qilganligimiz uchun qildik. Shariatda ikkini tan qilsa deb ko'rsatganlikdan emas. Wal aslu fi jawaz at-tayammum, al-asl mishada dalil. Asosiy dalil. Tayammumning joiz bo'lishiga asosiy dalil Alloh taoloning so'zi. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tahorat oyati shu. Su topamsanglar, pak zimin yuzida tayammum qilinglar. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam: "At-tayammum kafika walau ila 10 hijaj." 10 yilga uzrab ketsimi, 10 yil davomlashib ketsimi, tayammum sana
yeterlik. Ma lam tajidil ma. Suni topolmaganlam ahvol bo'lib qolsa, tayammum sana yeterlik. Yani tayammay, tayammum qilib taharatning o'rnida turdi demakchi. Hijaj degan bir hijjani bir yil deymiz. Hijja bir yil, hijaj degan ko'plik, yillar. 10 yilga davomlashib ketsa-mo, su topolmagan ahvolda tayammum sana yeterlik dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. İslam ümmeti bununla icma qilgan. Yani tayammum qilsa taharatning o'rnida turdiganligiga icma qilalik. Davom ekan el-kitab va sunnah vel icma bunun delili. قال المصنف رحمه الله تعالى من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة türlük sebepler tüfeyliden suni işletilmey qalgan kişi olsa suni nima uchun işletilmedi desa 1 mil yiroqlikda bo'lib qolganlikda. 1 mil degan 1700-1800 metr atrofida. 1 mil aralıqda jiroq bo'lsa, u yerga atoatin berib suv ekilib jumay tayammum qilsa bo'ldi. Chunki u jiroqlikqa berib suv ekilishda jafo mushaqqat, qiyinchilik bo'lib qolganlikdan kechiritildi. Avli maradın yoki kasallik sababidan suv ishlatsa ziyon qiladigan yoki suv ishlatilmaydigan av bardin ya qattiq sovuq bo'lib ketganlikdan suv istanmay sovuq suvda ta'tillanmay yuyinmaydigan bo'lg'achqa tayammum qilsa bo'ldi. Av xavfi aduvin yoki dushmandan qo'rqib qolgan ahvolda suv akilaydi ko'lning qishig'i bo'lsa yo daryo bo'yi bo'lsa dushman pan qilib o'tadigan bo'lsa yoki tutib ketadigan bo'lsa suv garchi yaqin yerda bo'lsa-mu dushmandan qo'rqqanlik uchun suvni ishlatilmay qoldi. Av atashin yoki yenidi bor suvni tahoratga ishlatib o'tib qolsa ussizlikda qiynalib qolgan bo'lg'achqa hozir bo'lmasa-mu keyin ustab qolaman ussizlik yetidi deb andish qilib qolsa av adami alatin yoki suv bor ko'zi ko'rib turadi oldida bor lekin suv oladigan chilak yoki bir narsa bo'lmag'achqa masalan quduq bo'lsa chilak bo'lmagan bo'lsa suv ololmaydi. Yastaqi biha saymon bo'lmag'achqa suv ololmay qolgan ahvollarda yatayammamu bima kana min ajza'il ard ziminninki bir parchasi bo'lgan ziminning ustida bo'lgan qanday bir narsa bilan tayammum qilsa bo'ladi. Kat turabi va ramli val jiss val kuhl masalan turab degan to'pa tuproq va raml qum val jiss degan hak ya gaz degandek narsalar val kuhl surma ya ziminning ustiga shu narsalar chiqib qolgan bo'lsa shu narsalar qoplab ketgan yer bo'lib qolsa shu yerdan qo'lni yaguriblan tayammum qiladi. Ya qarda bo'lmaydi. Qar ziminninki yuzdagi modda emas. Boshqa yerdan kelib qolgan modda. Ziminga tavanasi bo'lmoqchi qar. Lekin suvni ishlatishga munosib joylar deyish mumkin. Ay qar bilan unda yuyish mumkin. Qarni badanga tekkizib surksa, erib oqidi. Bu yuyishdan iborat. Mal barad degandek, ma'sal deb chiqdi deyman. Amma ba'dul ma'i, yani bir-birlab tafsili bayon qilsak, suvning jiroq bo'lishi. Fali qawlihi ta'ala bunun dalili falam tajidu ma'an fatayammamu. Su topolmasanglar tayammum qilinglar dedi. Demak bu yaqin atrofda topolmasanglar degan gap. Cho'qim jiroq yerda albatta bor. Va amma taqdiru bil mil, nima uchun mush orliqni biz 1 mil deb o'lchidik degan masalaga kelsak, falima yalhaquhu min al-haraj bi dhahabihi ilayhi wa iyabi. Chunki 1 mil jiroqlikqa berib qaytib kelishda jafo tortib qoladi. Wal milu thuluth farsakhin
1 mil degan 1 farsahning 3dan biri. Ya'ni 1 farsah 3 mil bo'ladi desak, 1 mil 1 farsahning 3dan biri. Ya'ni 5 kilometrdek bir narsa. Farsah degan. Mil degan 1700-1800 metr. Va ammal maradu falil aya. Nima uchun kasal bo'lgan ahvolda tayammum qilsa bo'ladi dedik desa, va in kuntum marda aw ala safarin deb kasallikni tilga olganlik uchun oyatda. Va sawa'un khafa ziyada al marad aw tulahu. Bu yerda ikkisi barobar dedi. Kesilning taxmi ig'irlab ketishidan ansirsimi yoki suni ishlatgan taqdirda uzun muddat yetib ketma deb ansirsimi yoki kesil taxmi ig'irlashib ketishidan ansirsimi o'xshash. Aw khafa min bardil ma yoki suning sovuqligidan ansirsimi aw min at-tahrik lil isti'mal yoki tortalaman deb pultlarni harakatlantirib medriltib qiysa og'rib ketadigan yoki kesil ig'irlashib ketadigan bo'lsa tayammum qilaverdi. Li'annal ayata la tufassil. Çünkü ayette onda tafsillarla bayan kılınmagan. وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد لما فيه من الحرج. Yani sağlam kişi mi? Keselemez. Sağlam bir kişi. Soğuk suyunu işletkenlikten keselge girip dağılışıdan korksa, soğuk diye ağırıp kalışıdan korksa, bunun o tayammum kılışkı ruhsat kılındı. Lima fihi min al harac. Çünkü bunun da mı kesel olup ağırıp kalsı bu kişinin alıp kaladı demek için. Ve estavi fihil Mısır ve haricuh. Bu meselede şehir içi olsun, şehrin sırtı olsun okşaş. Yok, ma. Ma buluş gerek. Hataş. وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد لما فيه من الحرج ويستوي فيه المصر وخارجه وقال يعني الصاحبان لا يجوز التيمم في المصر شهر içinde تيمم قلش كبمايدا لأن الغالب قدرته على الماء الساخن çünkü şehir içinde yani şehrin sırtında su mümkün bulmadı su bulmağaçqa ağırıp qilishni ansirdi. Yani shahar ichida odatda suv isitadigan imkoniyatli bo'ladi demoqchi ekan. Qulna deganimiz bizning imomning mavqasi turib shogirdiga raddiya berishimiz. La nusallimu zalika fi haqqil azabi yoki al-g'aribi. Al-azab desak bo'ytaq degan bo'ldi. Bo'ytaq kishi haqida biz buningga ma'qul kelmaymiz. Al-g'arib desak bu texmo yaqin shahar ichidagi musafir, g'aribona bir kishi, shu yurtda urug' tuqqanlari oilasi yo'q bir kishi, boshqa yerdan kelib qolgan bir kishi suv istaolmay qolishi mumkin. Al-faqir namrat kishi, namrat bo'lsa musafir holatda bir shaharga kirgan g'aribona bir kishi shahar ichida suv topolmay qolishi mumkin. على أن الكلام عند عدم القدرة فيكون عاجزا فيتيمم بالنص. Şundaqtı mı? Biz şunda da bir reddiye vardık. Lekin yani bir taraftan etsak bunda reddiye bir iş mi ketmeydi demek şey. Çünkü biz hazır suni işletilmeydiğin bir ahval bolsa deb kelyapmiz. Sözümüz şu mazmunda bo'layotidu. Unda oniken bu şu oyatning aniq ko'rsatmasi bilan nas degan aniq ko'rsatmasi aniq lafzi bilan tayammum qilsa bo'ladi dedi. Shu "Ven kuntum marda ala safarin" degan marda degan so'z bilan ondan falam tajidu ma'an degan ibora bilan tayammum qilsa bo'lardi. Ya'ni bu xuddi issiq suv topolmagan, ya'ni faqatlam suv topolmaganning hukmida demak ekan. Wa kadhalika law hala baynahu wa baynal ma'i aduwwun aw sab'un. Yana suv bilan u kishining orliqida bir dushman yoki bir yiritqich hayvon bo'lib berib suv ilishini to'sab qo'yadigan bo'lsa tayammum qilsa bo'ladi demoqchi. Li'annahu adimun haqiqatan. Chunki uning qo'lida haqiqatan suv yo'q. Ya'ni suv qo'lida emas hozir. Berib suv aklay desa yiritqich hayvondan yo dushmandan qo'rqgan ahvol bor. Adimun topolmagan kishi degan. Adimun. Adam degan yo'qlik.
Ve kedalike in kana ma'ahu ma'un shundaqla qo'lida suv bor ekan. Ve yakhafu al-atasha law ista'malahu. Agar bu suvni tahoratga ishlatib qolsam, ustunlikda qilinib qolaman deb ansirab qolsa, tayammum qildi. Fa innahu yatayammamu li'annahu 'adimun hukman. Chunki bu suv topolmagan kishining hukmida. İmma li khawfil halaki yoki suvni ishlatib qolsa keyin cho'lda ustunlikdan o'lib ketishi mumkin. O'lib ketishdan ansiraydi. Aw li'annahu mashg'ulun bil ahm yoki uningdan muhimroq bir ish bilan mashg'ul bo'lganlikdan. Masalan, ya birisini davolashga ishlatilgan suv ekan, yoki shunga o'xshash zurul bir ishqa ishlatishga tayyorlab qo'ygan suv bo'lsa, tahoratga ishlatishdan ma'zurulrakdi deganlikdan suvni ishlatmay tayammum qildi. Fasara adiman. Davom ekan, bu xuddi suv yo'q kishi bo'lib qoldi. Va kadalika idza kana ala bi'rin. Yana bir quduq beshida bo'lib, walaysa ma'ahu ma yastaqibi. Quduqdan suv tortilgan bir narsa yo'q ekan, yo chelak, yo boshqa bir narsa. Li'annahu adimun aydan. Bunda ahvolda yana tayammum qiladi. Chunki bu suv topolmagan kishi hisobida. Va yatayammamu bima kana min ajza'il ard. Endi nima bilan tayammum qiladi degan masalaga kelsak, ziminning bir parchasi bo'lgan, ziminning ustidagi modda bilan tayammum qildi. Liqavli ta'ala sa'idan tayyiba. Pak zimin usti, zimin yuzida tayammum qilinglar deganlikdan. Ammo sa'id degan so'z buni tuproq deb qo'ysak ham bo'lmaydi. Sa'id degan so'z ustiga o'rilgan narsa dedik. Liftni ustiga o'rilgan narsa o'g'ashqa mas'ad deymiz. Sa'id degan ma yas'adu ala wajhil ardi lughatan. Lug'at ma'nosi tilshunoslarningki muayyanlashtigini ziminning ustiga o'rlab yuzini qoplagan moddalarni sa'id deymiz. Ammo tayyib degan so'z esa at-tahir, pok degan ma'noda. Va hamluhu ala zalika awla min hamlihi ala al-munbiti. Sa'id degan so'zni ziminning yuzida, at-tahir deganni pok desak, mushu muvofiqroq deydi. Nimadan bakrak muvofiq? Pak degan so'zni munbat, ya'ni o'simlikni o'stiradigan to'pa, tuproq deb tafsir qilishdan muvofiqroq deydi. Hozir bu Imom Shafiy rahmatullohi alayhiga raddiya hisobida. Chunki Imom Shafiy Said deganni to'pi bilan, tuproq bilan xos qilib, tuproqdan boshqa zimin o'zidagi, masalan, qum, gach, surma, ashunda narsa bo'lib qolsa, tayammum qilish bo'lmaydi deb turadi. Ya'ni bu mazhabda ziminning ustidan bo'ldi ekan, ziminning o'ziga nima chiqib turgan bo'lsa, shuningda tayammum qilish bo'ldi. Hatto Qur'on tash bo'lib qolsa, to'pi yo'q, shuni uriblan tayammum qilish bo'ldi deydi. Chunki saida shu. Yani ba'zi joylarda necha yuz kilometr oraliqda to'pi yo'q, qumdan bo'lishi mumkin. Mesela Arab yerim oldim, shunda joylar. Ba'zi joylarda shunda gaj ya haq, shunda bir moddalar zimin ustini qoplab ketgan, yoki sho'rliq qoplab ketgan, shunda yali bo'lishi mumkin. Bu odamda shu narsada tayammum qilmasa, 50-60 kilometr yo'l yurish kerak bo'lib qoldi. Bak to'p qunab ketgan, shunda to'pi o'rlaydigan kiyim bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa, abtuz olgan ekan, tushib yerga urish lozim. Hozir pokiz kiyimda to'p yo'q unda. Li'anna al-murada min al-ayati at-tathhir. Chunki oyatdan maqsad pokizlash deydi. Liqavli ta'ala walakin yuridu liyutahhirakum. O'sha oyatda Alloh taolo sizlarni poklashni xohlaydi degan. Fakana iradatu at-tahir al-yaq. Nonki mush tayyiban degan so'zni tafsir qilishda munbat degandan pak deb tafsir qilsak, texmo munosib chiqadi. Va huwa hujjatun ala Abi Yusuf fi at-takhsis bit-turab wal-raml. Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhi tayammum mush to'pi bilan qumda bo'ladi deb ekan. Undan boshqa moddalarda tayammum qilishga bo'lmaydi deb ekan. Davom ekan, ay pak
maddilan bulab qalsa ziminning yuziga tayammum qilsang bo'ldi deb tafsir qilsak, Abu Yusuf rahmatullohi alayhi mush oyat raddiya bo'la oladi. Va ala Shafi'i yana Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi raddiya bo'la oladi. Fit taxsis bit turab. Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi tuproq deb bilan xoslashtirib olgan. Said degan so'zni tuproq deb izohlagan Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi. Biz deymiz, tilshunoslar Said deganni zimin yuzi, ziminning ustiga o'rlab chiqqan narsa deb, masalan, Asma'i, Zajjaj ibn al-A'rabi, Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi bular Said vajhul ard degan. Undaqekan Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi raddiya bo'la oladi. Bina'an ala anna al-murad bit-tayyib al-munbit. Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi tuproq deb bilan turib olgan. Nimaga asosan desa, tayyib degandan maqsad munbat degan mazmun maqsad qilinadi. To'pidan boshqa narsa munbat deyilmaydi deb. ولأن الطيب اسم مشترك بين الطاهر والمنبت والحلال. Yani bir raddiya tayyib degan so'z uch xil ma'noga o'rtaq ishlatilgan so'z bu. Mushtarakni biz nima degan to'q? Necha xil ma'noga o'rtaq ishlatilgan so'z. Masalan, bizning ma'nodash so'z, shakldash so'z deb baqo. Hozir bu bir necha ma'noga o'rtaq ishlatilgan so'z. Shakldash so'zdek. Masalan, biz Uyg'urchada masalan o't desak, o'tlaydigan o'tni o't deymiz. Yanadigan o'tni o't deymiz. Bu yerdan tayyib degan hozir bu yerda pok narsani tayyib deymiz. Val munbat bir narsa unadigan tuproqnimi val munbit. Biz Uyg'urcha munbat deymiz, munbit. Bir narsa undiradigan tuproqnimi tayyib deymiz. Halalnimi tayyib deymiz. Kulu min tayyibati ma razaqnakum degandek. Va tayyibat masalan. O'rtaq ishlatildi. Va iradatu ma zakarna awla. Endi biz pok degan mazmunga ilib bordik buni. Bu boshqa mazmunga ilib berishdan oldin o'rinda turdi. Lima bayyana yuqorida biz bayon qilgan mazmunga asosan deb. Ya'ni bu yerda biz narsa o'stirish, u to'g'riliq gap yo'q. Bu yerda tahorat ilish, pokizlanishga munosabatlik gap bo'layotgan ekan, bu yerda pok deb izohlasak shu muvofiq. Suma kullu ma la yalinu va la yantabi'u bin-nar. Andan Hanifi mazhabning yana bir qo'shimcha raddiyasi ma la yalin degan yumshab qolmaydigan, qo'rilib qolmaydigan, kishiklab qolmaydigan har qanday narsa. Va la yantabi'u bin-nar. Masalan, o't bilan ko'ydursa, o'tga aylanib ketmaydigan, cho'g'ilib ketmaydigan masalan. Bunda narsa bo'lib qolsa, favva min jinsil ard. Bu ziminning jinsidan kelgan deb bilamiz deydi. Va kullu ma yalinu va yantabi'u aw yahtariqu fayasiru ramadan. Ashna qo'rilib ketilgan, kuyib ketilgan, yumshab ketilgan, erib ketilgan. Ashunda narsa bo'lib qolsa, keyin kuyib, kulga aylansa, laysa min jinsil ard. Ziminning jinsidan emas ekan deymiz. لأن من طبع الأرض أن لا تلينا بالنار. Çünkü ziminning tabiati shunday deydi. O't bilan bu qo'rib qolmaydi yoki yumshab qolmaydi. Ya'ni ko'ymaydi demakchi. Va yantabiqu bilan yahtariquni farqimi? Yahtariq degan ko'ydi. Yantabiq degan qo'rib ketilgan, yumshab ketilgan, erib ketilgan. Masalan, ba'zi moddalarni ko'ydirsa, o'sha o'tqa, cho'qqa aylanib ketishi mumkin. Kömür mala yahtariq deb bekitgan bo'g'achqa ko'mirninki tigi o'tan ko'ydigan bo'lgan ekan, Hanifi mazhabda ko'mirda tayammum qilsa bo'lmasi kerak. Wala budda fihi min at-tahara. Biz tayammumga ishlatmoqchi bo'lgan ziminning moddasi to'pa yoki qum, mana narsalar pokiz bo'lish kerak. Lima qaddamna biz yuqorida bayon qilgan shu tayyiba degan so'zni pok deb izohlagan mazmunga asosan. Wala budda min an-niyya. Bu yerda niyat bo'lish kerak. Tahoratda niyatni shart qilmagan, lekin tayammumda shart qildi. Wa hiya an yanwiya raf'al hadath aw istibahata as-salati. Bu yerda niyat qilish nimadan iborat esa,
Taharatsizlikni yo'qitib taharat olmoqchiman deb shu qo'lini shunda urib bizga qo'liga silash shundan iborat. Istibahatus salat degan mushuningda namoz o'qisam bo'ladi. Ya'ni namoz o'qisam mubah bo'ldi deb qarab shunda qilsa. Va qala Zufar rahimahulloh la tushtaratu an-niyatu kal-wudu. Imom Zufar shu tartag'an chaqda niyat shart emas degan to'q tayammummi taharatning o'rnida turadigan izbasar, shunga tayammumdimi niyat shart emas. Niyat shart emas degandan taharat yo'q odam yo junub odam to'pining ichiga tushib ketib, butun jismi to'piga milinib ketsa, niyat qilmasimi taharati bo'ldi demoqchi. Valana endi bizning dalilimiz İmam Züfer'e qarata ennehu ma'murun bit-tayammumi ve huwal qasd. Bu tayammum qilishga buyurilgan. Tayammum nimdan iborat esa buning lug'at ma'nosini maqsad qilish, iroda qilish, niyat qilish deb izohildi. Wal qasdu an-niyya, maqsad qilish degan shu niyat shu. Fala budda minha. Undan keyin niyat bo'lmaydi. Chunki o'sha tayammum degan lug'at ma'nosida o'sha niyat degan mazmun bor. Bi xilafil wudu adatda taharat qilish buning o'xshamaydi. Kaynahu ma'murun bi ghaslil a'dha'i wa qad wujid. Chunki taharatda fagsulu wujuhakum wa aydiyakum deb buyurdi. Shuni qilsam bo'ldi. U taharatning mazmunida o tayammumdak unda niyat, maqsad degan gap yo'qdi. Summa anma yuqoridagisi siz tayammumni taharatga qiyos qildingiz. Bu qiyosimiz hozir farqli bo'lib qoldi deb bir farqni o'tirib qo'ydi. Endi hozir ikkinchi farqni o'tirib qo'yadi. Summa turabu mulawwithun va mughabbirun. Ikkinchi farq tuproq yoki to'paz, zaminning yuzidagi modda deyli. Bu texmo bulg'utadigan, chang to'zonlashtiradigan, bo'xinoqlashtiradigan narsa. Ya'ni bu yuzga hozir shu tuproqni suvsak yüzümüz texmo mehnat olgandek bir ahvol bor. Pakiz yüzünü hazır topulan mehnat qilayotgandek bo'lmas. Va innama yasiru mutahhiran darurata iradati salat. Asli bu poklaydigan narsa emas. Yuzni texmo top qilayotdi, lekin namoz o'qish maqsad bo'lg'achqa, buningdan boshqa chora bo'lmag'achqa, Alloh taolo unda shunda qulaylik yaratib berib, ruxsat qilgan bo'lg'achqa bu pokizlaydigan narsa bo'lib qoldi. Amaliyotda unda pokizlab ketadigan narsa emasdi. Ya'ni masalan suv bilan aralashtirib bir narsani qachini, narsa to'pida yuvsak, bundan pokizlaydigan so'pining o'rnida turishi mumkin. Lekin to'pining o'zida bir narsani suvab nima qilsak, ularni badanimizga surksak, bu texmo chang tuzanlashtiradigan narsa. Mutahhiran darurati iradati salat degan namoz o'qimoqchi bo'lsak, buning boshqa chora bo'lmag'achqa Alloh taolo shunda ruxsat qilgan bo'lg'achqa o'zligidan bu poklig'ichi bo'lib qoldi deydi. Ya'ni Alloh taolo shunda poklig'ichi qilib berganlikdan shunda bo'lib ketib qoldi. Bo'lmasa poklig'ichi bo'lmaydi demoqchi. Va dalika bin niyya. Shu ya'ni poklig'ichi bo'lib qilishi bizning namoz o'qishni iroda qilganligimiz sababidan bo'ldi deydi. Shu niyat bizda bo'lganlikdan. Bi xilafil wudu. Ammo taharatda undaq emas. Li'anna al-ma'a mutahhirun fi nafsi. Chunki suv degan o'zi pokizlaydigan narsa. Fastaghna fi wuqu'ihi taharatan an-niyya. Undan keyin buning taharat bo'lishida suv bilan yuz qo'limizni yuvgan ahvolda mush qilgan ishimizning taharat bo'lishida niyat kerak bo'lmadi. Lakin yahtaju ilayha, yoki yuhtaju ilayha, yoki qasdug'niya desak bo'ldi. Lakin yahtaju ilayha fi wuqu'ihi ibadatan va qurbatan. Lekin taharat olgan chog'da niyatga muhtoj bo'lishimiz ibodat olsun, savobga erishayli desak, andin muhtoj bo'lamiz. Bo'lmasa taharat qilishga niyat ketmaydi. Yuhtaju ilayha ya'ni ila niyya demak. Qala va yastawi fihi al-muhdithu wal junub.
tayammum qilishda, tayammum masalasida kichik tarti yo'q odammi, ya'ni tarti yo'q namozga tarti oladigan odammi, yana junub kishimi o'xshash. Her ikkisining qildigashi shu bir ishdan iborat. Nimaga asosan? Lil aya, shu oyatga asosan. In kuntum marda aw la safar aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa degan bo'g'ishqa. Wa li qawlihi sallallohu alayhi wasallam li Ammar radiyallohu anhu hina ajnaba fatama'aka bit-turab. Yana Rasululloh sallallohu alayhi wasallam Ammarga degan mush so'zi dalil bo'ldi. Hina ajnab, u junub qilib to'pida do'mulangan chaqda, tama'aka degan do'mulandi, ig'naqladi degan. Ammar ibn Yasir radiyallohu anhu junub qolgan vaqtida to'pida ig'naqlab ekan, shuni do'mlab ekan. Rasululloh bu ahvolni ko'rib, yakfika darbatan. Bunda qilib yurmsangmi, sana shunda ikki uriblam darbalil vajh. Bir urishda yuzini silab va darbalil yadayni ilal mirfaqayn. Yani bir urishda ikki qo'lingni jaynakcha silayotgan bo'lsang, kifoya qilibdi-ku degan. Ana hadisninki mushu ilal mirfaqayn degan. Mushu ziyodalan kelgan hadislarni ba'zilar ojiz degan. Ba'zi olimlar, masalan Imom Hakim va Imom Zahabiy qatorliq olimlar sahih deb qaragan. Bu Ammar ibn Yasirning hadisi ojiz bo'lsa-mu, lekin Imom Bayhaqi va Hakim Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam at-tayammum darbatun lil wajhi va darbatun lil dhira'ayn ila al mirfaqayn deb ko'rsatgan. Bu hadisni Hakim sahih degan, Imom Zahabiy mo sahihligiga ma'qul kelgan. Unda o'nkan Hanafi mazhabning qarshi bu hadisni sahih deb qarashga tayindi. Odatda Hakimninki sahih deb bo'lishi sal bo'shanliq bo'lsa-mu, lekin Imom Zahabiy Hakimning hadisga bergan baholarini tekshirib chiqqandan keyin Imom Zahabiy mo sahih zade deb ma'qul kelgan bo'lsa, bu hadis sahih bo'ladi. Hanafi mazhabda xuddi tartasa qo'limizni jana qadar yug'andek o'xshash jana qadar masx qilamiz. Boshqalarning qarashida mush ikki alqonlam masx qilsak bo'ldi. Bir urib yuzimizni masx qilib, yana bir urib ikki qo'llam silvasak tayammum bitti bo'ladi. Hanafi mazhabda bir urib yuzimizni silaymiz, yana bir urib qo'lni jana qadar silaymiz. Lekin Hanafi mazhabning shu jana qadar deyishida mush hadisga tayangan. Bu hadisni Imom Zahabiy, Hakim qatorliq hadisshunoslar sahih degan. Yana sahabe kiramlardan jana qadar masx qilganlar bordi. Bu sahih sanad bilan kelgan. Davomida sahabe kiramlarning ish izlari ma hadisda sal ojizlik olsun bu hadisni tutdi. Ondan yana Hanafi mazhab tayangan shu ayatul vudu. Ayatul vududa Allah Taala taharat edishda masalan va aydiyakum ilal marafiq deb buyurgan bo'lg'achqa jaynakka qadar yuyishlar dedi. Ondan masx qilishda boshqa masx qilish bo'lsa-mu, lekin tayammumda masx qilishning gapini qilmagan ekan, yuydigan o'rinlarning ishidan tayammumdimi shu o'rinlarga masx qilgan bo'lsak, chuqum taharat bilan o'xshash bo'lish kerak. Chunki tayammum taharatning izbasari deb oyatdanmi dalil chiqarib turib, mushu ajrat hadisni yoki az bir qism ulamolar sahih degan mush hadisni ondan sahabe kiramning sahih sharikatlarini unda oyatdan ilib suzgan shu mazmunni shuni bizlashtirib turib, jaynakka qadar tayammum qilamiz deb xulosalagan. Yani bir tarafdan Hanafi mazhab buni ehtiyot jihatdan tarjih qilgan bo'lishi mumkin. Chunki bunda to'liq qilish bor, ko'ngil xotirjam bo'ldi deb. Boshqalar Sahih Buxoriydagi ikki alqon lafzi kelgan rivoyatga tayanib, jaynakka qadar qilish kerak emas deb qaragan. Hanafi mazhab va Shafiy mazhabda jaynakka qadar masx qiladi. Boshqalarning qarashida beg'ishga qadar
ishki alqannilam mas qiladi. Wal haidu wan nufasa'u kal junub. Hezda ayalmı, nifasdar ayalmı, bu saqaygan çağda yuyunishning o'rniga su ishlatilmaydigan, su yo'q, ulab qolgan ahvollarda junubga o'xshashlam tayammum qilsa yetarlik. Va sifatut tayammum. Tayammumni qanday qiladi degan masalaga kelsak, an yadriba bi yadayhi ala as-sa'id. Ziminning ustiga qo'li bilan birini urimiz. Fayanfudahuma. Ba'zi hadislarda fayamsahdatun kelgan. Bunda masih qiladi. Bunda urib, bunda tatib. Demak, buni urdik yoki sal tatdik, undan keyin alqinimizga to'pa chiqqan keyin buni da qeqo'timiz. Fayanfudahuma. Bu ikki qo'lini qeqo'tidi. Summa yamsahu bihima wajh. Ondan ikki qo'li bilan yuzini masih qiladi. Summa yadribuhuma kadalik. Yuzni masih bo'lgandan keyin yana bir qatim urib va yamsahu bi kulli kaffin ala zahri az-zira' al-ukhra. Har bir alqini bilan yana bir qo'lininki bilikining dumbisini masih qiladi. Va batinaha va ich tarafini masih qiladi. Ya'ni bir qatim urgandan keyin buni qeqotib mana shunda boshlab unda silab ich tarafini masih qilamiz. Ma'qullanma shunda masih qilamiz. Ma'al mirfaq jeynak bilan billa. Yani jeynak bilan billa degani tarat masalasini jeynak shu yuydigan doiraga kiramti degan talash tortishpa. Mushundimda ilal marafiq deb o'xshash muomala qildi. Li hadith Ammar. Nimaga asosan jeynakni qetib munda desa, Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhuning hadisiga asosan. Va li qawlihi sallallohu alayhi vasallam at-tayammum darbatan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki bu so'zga asosan. At-tayammum darbatan. Tayammum degan ziminga ikki urishdan iborat. Darbalil vajh bir qatima yuz uchun va darbalil zira'in ila al-mirfaqayn. Yani bir qatima ikki bilakni jaynakka qadar silash uchun uriladi degan. Başta yüz. Başta yüz. At-tayammum darbatan degan muhaddis Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, Bayhaqi va Hakim rivoyat qilgan hadis. Hakim sahih degan, Imom Zahabi imo sahih deb qargan. Garchi boshqalar sahih emas deb qargan bo'lsa-mu. Wal isti'ab shartun. Ashu silaydigan joyini to'liq silash shart edi. Isti'ab degan to'liq o'z ichiga elish, chala qo'ymaslik. Hatta yukhallila asabi'ahu. Mushunda shart bo'lg'achqa u barmoqlarini aralaydi deydi. Shunga barmoqlarini aralaydigan ish bor deydi. Yani shunda ham ustini qo'ymay barmoqni aralaydi ekan. Yani barmoqni aralash ishi bo'lg'achqa isti'ab shart deymiz mushadadimiz. Zakarahu Muhammadun fil asl. Buni Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhi al-asl degan kitobida bayon qilgan. Isti'ab shart demakchi. Va huwa zahirur rivoya i'tiboran bil wudu. Mushu qarash Hanifi mazhabda hisob qilingan shenlik yo'l bilan kelgan rivoyatdir. Zahir rivoyatningki kitoblarni 6 ta dedik biz. Al-Jami' al-Saghir, Al-Jami' al-Kabir, As-Siyar al-Kabir, As-Siyar al-Saghir, and Az-Ziyadat. Ondan keyin al-asl shunama ol kitobda duqqa al-asl al-jami' al-saghir al-jami' al-kabir az-ziyadat as-siyar al-saghir va as-siyar al-kabir. Demak o'sha al-asl kelgan bo'lg'achqa, ya'ni jami' al-saghir jami' al-kabir demo kelgan bo'lishi mumkin. Bu zohir rivoya bo'ldi. I'tiboran bil wudu degan so'zga diqqat qiling. I'tibor degan so'z qiyosni ko'rsatadi. Taratga qiyosan demakchi. I'tiboran degan qiyosan. Shunga qiyosning dalil deb ko'rsatilgan o'sha oyat fa'tabiru ya ulil absar. O'sha oyatda i'tabiru degan so'z kelgan. Shu olimlar qiyosga o'sha i'tibor degan so'zni ishlatadi. Warawal Hasan fil mujarrad. Al-Hasan ibn Ziyad Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shogirdlaridan biri va al-Mujarrad degan kitobida
Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan rivoyat qildi deydi. İza tayammama al-akthar jaz. Ashu tayammum qilgan joyining ko'p qismiga tayammum qilsa, bo'ldi hisob degan qarashni rivoyat qildi. Lima fi min al-haraj. Nima uchun desa, hammaga tekkizib nima qilishni sal qiyinchilik bor. Japa tatib qoladi. Demakchi ekan. Wal awwalu asah. Birinchi rivoyat sahihroq, chunki bu zohir rivoyat kelgan bo'g'achqa. Masalan, mushum asildimi? Zohir rivoyat kelgan bir qarash, navodirda kelgan bir qarash bo'g'achqa, biz zohir rivoyatini shu hisobladik. Hanafi mazhabining qoidasi bo'yicha. Va yajuzu qabla al-vaqt. Qabla al-vaqt degan namoz vaqti kirishdan burun tayammum qilsa joiz bo'ladi. Shafiy mazhabda namozning vaqti kirgandan keyin undan tayammum qilasiz deydi. Balki namoz vaqti kirib bo'g'ichi suv ushrab qolishi mumkin deganda. Biz ham tarixga o'xshash muomala qilib, namoz vaqti kirishdan burun tarix olsak bo'ladi, shuni tayammum qilsak bo'ladi deymiz. Tamkinan lahu min al-ada'i awwal al-vaqt. Tayammum qilgan kishini namozning vaqti kirishaman namoz o'qiy oladigan qilish uchun imkoniyat yaratib berish uchun. Chunki tayammum qilib tayyor bo'lsak, azan chiqib bilan namoz vaqti bo'lsa, g'achcha namoz o'qiy olamiz. Lekin tayyor bo'lmasak, azan chiqqandan keyin unda tayammum qilib biroz vaqt kechikadi demakchi. Hozir mana namozning vaqti kirmagan chaq. Namozning vaqti kirmagan chaqda shu namozga tayammum qilsang bo'lmaydi dedi Imom Shafiy. Ya'ni bu mazhabda bo'laverdi. Va kama fuludu. Masalan, tartilishga qiyos qilsakmi, namoz vaqti kirishdan ilgari tartilib tayyor bo'lsa, shu taratda namoz vaqti kirgandan keyin shu namozni o'qiy oladi. Bu shunga o'xshash. Li'annahu khalafuhu. Chunki shu tayammum taratninki izbasari, hukmi o'xshash bo'lish kerak. Va yajuzu qabla at-talab. Talab suv izlash. Safarda bo'lsak, biz turayotgan shu joyda suv yo'q. Suv izlab topolmay, ondan kelib tayammum qilsakmi, tayammum qilib o'tib qolsak, shu hisoblaydi. Nima uchun desa, bu zodi uning qo'lida hozir suv yo'q. Haqiqatan suv yo'q. Va zohir al-adamu fil mafaviz. Cho'l bayavalloh bo'lib qolsa, ko'pincha ehtimolda atrofimiz suv bo'lmasligi mumkin. İlla iza galaba ala zannihi anna bi qurbihi ma'an. Faqat lamda unda ko'nglida mush yaqin atrofda suv bo'lib qolishi mumkin deb qarasa, fala yajuzu ma lam yatlub. Suvni izlashdan burun tayammum qilvasi bo'lmaydi. Lekin ko'ngilda bu atrofda suv topilmaydi, menda suv yo'q deb tayammum qilib o'tib qolsa, hisoblaydi. Endi qanday ahvolda yaqin atrof suv bo'lishi mumkin deb o'ylaydi bo'lsa, masalan, yaqin atrofda bir daraxtzorlik, bir yeshillik, hamda bir alomat bo'lib qolsa, suv borkan deb o'ylay olish mumkin. Undan keyin bu ahvolda suvni izlamay turib tayammum qilvasi bo'lmaydi. Li'annahu wajidun. Chunki u suv topgan kishining hukmida edi. Nadran ila dalil, bir dalilga asosan bu suv topgan hukmda. Dalil degan nima bo'lsa, dalil degan ixbarun aw alama. Ya bir kishi yaqinda suv bor deyishi mumkin, yoki bir alomat. Daraxtzorlik yoki bir yeshillik. Ashuna bir alomat bo'lsa, suv bor deganlikning alomati. Yustadallu biha alal ma. Ash alomatga qarab suv borken deydi. Va yatlubuhu miqdara ghalwatin. Hamda qanchalik joyga suv izlab borsa bo'ladi desa, miqdar ghalwa. Va hiya miqdaru ramyat sahm. Yada o'qitib qolsak, o qayergacha bordi? Shunchalik bir orliqi bordi. Ya o'qi yetib boradigan bir yiroqlik bu. Ba'zilar buni 400 qadam deb mo'ljallaydi. 200 metr bo'lishi mumkin. Qadam bilan hisoblasak 400 qadam. Wala yablughu mila. 1 milga yetmaydi. Endi bu yerda 1 mil jiroqlikqa berib ketmaydi dedi. Yuqorida 1 milning gapini qilish, nima? 1,5 kilometrdan yuqori. Hozir bu yerda 400 qadam degan
300 metr atrofida binosi bo'lishi mumkin. G'alva degan ondan ismi. G'alva degan yoqi yetib boradigan orliqni g'alva deymiz. Demak, yuqorida 1 mil deb bekitdi. Lekin 1 mil bo'lsa, 1 mil jiroqlik to'lab qolsa, suv topolmaganning hukmida. Undan keyin qanchalik bo'lsa, suv topganning hukmida esa 1 mil emas, 300 metr shunda orliq bo'lsa deymiz. 1 mil qadar unda izlab ketmaydi. 300 metr izlab boqsa bo'ldi deymiz. Piyoda bo'lsin yoki uloqlik bo'lsin yoki mashinada bo'lsin. Vaqila miqdara ma la yanqati'u an rufaqaihi. Yani bir qarashda safardagi hamrolardan ayrilib qolmaydigan masofada izlab boqadi. Sal jiroq ketib qolsa, hamrolardan ayrilib qolishi mumkin. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد. Tayammum la namoz o'qidi. Ondan namoz o'qib bo'lgandan keyin namozning vaqtida hech ketmagan holat deyli. Suv kelib qoldi. Masalan, biz tayammum qilib tartildik, tayammum bilan namoz o'qidik. Namoz o'qib bo'lib turishimizga turbadan chaqirib suv keldi. Yoki biraylan suv tepildi deb xabar kelsa, namozni qayta taratib o'qishimsak bo'ldi. Albatta, vaqt ketib bo'lgan bo'lsa, masalan, peshimni tayammum bilan o'qib, peshimning vaqti ketgandan keyin suv kelsa, o'qib bo'lgan peshimni qaytilmaymiz. Bunda hamma olimlar ittifoq. Lekin shu vaqti ketmagan ahvolda, Hanifi mazhabda qayta taratilib namoz o'qimaydi. Bo'ldi, ketdi deydi. Li'annahu ata bima umira bihi. Chunki u Alloh taolo buyurgan bo'yicha ish qildi. Va huwa as-salatu bit-tayammum. Tayammum qilib namoz o'qinglar debdi, shu buyurganni qildi. Fakharaja anil uhda gadindan saqit bo'ldi deymiz. Va in wajada al-ma'a fi khilal as-salati, namoz o'qiyotgan, namozni turgan chaqda biz namoz tursak, biraylan suv tepildi deb xabar qildi. Yoki turbadan chaqirib suv kagildi. Tawadda'a wastaqbal, namozni buzutimiz. Namozni buzutib tartilib kelib namozni yangi boshlardan o'qiymiz. İstaqbal degan yangi boshlardan boshlaydi demakchi. Burunqisi hisob emas. Li'annahu qadara alal asl. Chunki bu yerda asli qilish kerak bo'lgan ishni qila oladigan holatda bu. Yani tartila oladi. Qabla husulil maqsud bil khalaf. Al maqsud bil khalaf degan, khalaf degan tayammum, al maqsud degan ash namoz. Demak, tayammum bilan namoz o'qish vujudga chiqishdan burun asli qilish kerak bo'lgan taharatni qila oladigan bo'lib qoldi. Va li'anna tayammuma yantaqidu bi ru'yatil ma. Yana bir tarafi, yana bir dalil, tayammum degan suvni ko'rish bilan buzilib ketdi. Ya'ni suv yo'qolganlikdan taharat ololmay tayammum qilgan kishi shunda suvni ko'rsa gerçi bundan ya taharat sunduğun bir iş bulması mı? Üzlükidin otomatik taharat sunup ketipti deydi. Fentaqadat taharatuhu. Demek bu namaz dugan çağda su kep qalsa mı? Taharatı üzlükidin sunup ketidi. Fayetavadda şunlan taharati yok. Namaz o'qiyotgan adamdek bo'lib, yangidan taharatlik qilib, ondan yangidan boshlab o'qiydi. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات. Bir tayammum bilan xalqincha namozlarni o'qiydi. Farz namozlar olsun, nafl namozlar olsun masalan. 2-3 farzni tartiblam ketmasa, shu tayammum bilan o'qiy oladi. Lekin boshqa mazhablarda bir tayammum bilan bir farzni o'qiy oladi deyish mumkin. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam at-turabu tahurul muslim ma lam yajidil ma aw yuhdith. Su topolmay qolgan bo'lsa, ya tartibim ketmagan ahvolda tuproq musulmonni pokizlaydigan, taharatini paydo qiladigan narsa shu deydi. Yana bir hadisda yuqorida Ammar ibn Yasir dediği, "Et-tayammum kafika walau ila 10 hijaj ma lam tajidil ma." 10 yil olsunmi su topolmaymisan. 4 kun, 5 kun su topolmay qolgan odam bo'lsa, tayammum qilib o'qiyversa bo'ldi. Bir tayammum bilan taharat sunib ketmasa, 5 vaqt namoz bo'lsa o'qiy oladi.
Hozir biz o'qiyotgan kitob Hanafiy fiqhi bo'lgan ekan, Hanafiy mazhabining qarashini bayon qilib o'tdi. Lekin boshqa mazhablarda bir farzni ham o'qiy oladi deydi. Masalan, peshimga bir tayammum qildik, peshim o'qidik. Undagi asr bo'lib qolsa, ya'ni yana bir tayammum qilib o'qishimiz lozim. Shuna yuqorida muxtarda va yusalli bit-tayammum al-wahid ma sha'a min as-salawat deganda farqni yozib qo'ydi. Imom Shafiy rahmatullohi alayh har bir namozga birdan tayammum qildi deganlik. Ya'ni mush qarashga Imom Shafiy rahmatullohi alayh ketilmaydi demoqchi. Wa yustahabbu ta'khiru as-salati liman tama'a fi wujud al-ma. Su tepilib qolamiki deb umid qilgan kishi, tamadi bo'lgan kishi namozni kechiktirishi mustahab. Masalan, turib suv to'xtab ketdi. Shu kelib qolamiki, odatda uzun to'xtab ketmaydi deb, ya turib o'ngshayotgan bo'lsa, suv to'xtab ketgan bo'lsa, asal turib o'ngshab bo'lganda suv keldi deb qolsa, yoki biraydan suv akilyotdi to'xtab turing degan bo'lsa, to'xtab turishi mustahab. Liyuaddiyaha bi akmalit taharatayn. Namozni eng mukammal bo'lgan tahorat bilan ado qilish uchun. Taharatayn ya'ni at-tayammum val wudu. Lekin kechiktirganda hamda namoz makruh bo'lib ketilgan vaqtlarga qadar kechiktirmaydi. Bak qistab kechiktirmaydi. Azroq kechiktiradi. Wa tajuzu as-salatu 'ala al-janazati bit-tayammum idha khafa fawtaha law tawadda. Jinoza namozi o'qimoqchi. O'qiyli deb turgan vaqtida ba'zining taharati yo'qlab qolsa, berib taharatlanib kagicha janoza namozi saqlab turmaydi. Garchi namoz o'qitilgan bo'lg'achqa, bu ahvolda biz shu turgan joyimiz bilan tayammum qilib ham jinoza namozi o'qisak bo'ladi deydi. Li'annaha la tu'adu ala ma ya'tika inshaalloh taala. Balki bu babul janoiz degandek boblarda texmi tafsili bayon qilinishi mumkin. Fatafuta. Navon ekan, tartalman desa, u qo'ldan ketib qolibdi. Ikkinchi qatam qayta o'qimaydigan bo'lg'achqa. Imom Ahmad rahimahulloh shunda qarash bo'lgan bir rivoyatda jinoza namoziga tayammum qilish Hazrat Ibn Abbos, Ibn Umar radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan. Zuhri va Al-Awza'i va Thawri qatorliq tabi'in va ulamolarmi mushqarash bo'lgan. Va kadalika salatul Eid, yana Eid namozimi shundoq. Li'annaha la tu'ad va la tuqda. Chunki Eid namozi degan qaytalanmaydi, qazo qilinmaydi. Chunki Eid namozini shu bir shahada bir qatimdan o'qiydigan bo'lg'achqa, qayta yana to'plashib uning qazosini qilmaydigan bo'lg'achqa, qo'ldan ketmaslik uchun Eid namozi shunda turib qolgan ahvolda tartilib kappochi o'tab bo'lgan bo'lsa, tayammum qilib tutlam namoz o'qiydi demoqchi. Va huwa mukhatabun biha. Namoz o'qi deb buyurilgan bo'lg'achqa, wala yumkinu ada'uha bil wudu'i. Tartilib o'qiysa, tartilib kaplanmaydigan bo'lg'achqa, fa yatayammamu kal marid. Xuddi tartilanmaydigan kishiga o'xshash tayammum qilib o'qiydi. Ayollar Eid namozi o'qiydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni uyda o'tirgan zavatul xudur val awatiq val huyyat ezda olsun, saq olsun, buyruq etgan qizlar ayollarni Eid namoziga chiqishga, qatnashtirishga buyurgan. Ezda namoz o'qiydigan satni aristumaydi bir taraf turdi degan. Eid namozi Hanafiy mazhabida vojib. Bu anda boshqa qarashlarda sunnat deb qaralganlikdan shuni sal qaragan bo'lishi mumkin. Lekin Hanafiy mazhabida vojib. Fasolli li robbika vanhar. Shu yerda fasolli li robbika deganni Eid namozi o'qi, unda qurbonlik qil deb tafsir qilsa, vojiblikni farzlik ish qildi. Yo'q, Eid namozgohga, ya'ni Eidgoh deymiz. Eid namozi o'qiydigan bir maydon. Maydonga chiqib, shu joyda bir tarafda tuttirdi. Namoz o'qiganlar satras qilib namoz o'qiydi.
Namazdan keyin xutba so'zlagan chaqda shu hezdalimi shu xutbani tabliğini anlab, musulmonlarning duo tilovatlariga qatnashib, yaxshilikdan bahramand bo'lib qaytadi. Masalan, öydeki vaxtımız su toxtab turib qalsa, öydə məsələn topa əsasısa tap olunmaydı. Ona vaxtda gidermeye tamamlamışdı. Öydə tapılıb olmasa, məsələn bizning hozirgi sharoitimiz bo'lsa, qo'shni uylardan, qo'shni binolardan, atrofdagi masjidlardan su topilmas. Balki do'konlardan mineral suv sotilishimiz mumkin. Yani bir qimmat bo'lmagan taqdirda. Undami imkon bo'lmasa, mush tamg'ilan masalan. Tamlı gez, hak, mush tuproqning jinsi bo'lg'achqa, tamga urib tayammum qilsa bo'ldi. Ya unda bir narsa juqmusimi? Az bir narsa juqshi mumkin, yoki juqmaydi, sir bo'lsa. Poyez mashinaniki, Poyezda suv var. Poyezda suv var. Su to'xtab qolsa, buningga poyezga chiqamasan, bir kun yo'lmaydigan yoki yarim kun yo'lmaydigan bir namoz vaqtini o'qilgan bo'lsa, odatda shisha su ililish lozim. Tayyorlik bilan chiqish lozim. Su bo'lmagan taqdirda tayammum qildigan ziminning jinsi tepilmagan ahvolda bu faqidut tahurayn degan bir masala. Tuproq yoki su hech qaysini topolmagan kishi. Masalan, turmida bir eganni bog'lab qo'ydi. Qo'lini ishlatilmaydi, yo tuproqni uranmaydi, suv ishlatilmaydi. Uningdan boshqa unda aynaklik pak-pakiz unda yoki so'linib qoldi masalan. Hozirgi ba'zi binolar shunda poyez aeroplan bo'ldi, shunda suv yoki tuproq hech nima bo'lmasa, buning hukmi nima? Bu masalani faqidut tahurayn deb mushtayammumning oxirida yoki boshqa tafsir yozgan kitobda bayon qilish mumkin. Buni ba'zi olimlar shu holatda namoz o'qiyverdi degan. Ba'zilar namoz o'qimaydi, ba'zi shu holatda o'qib, keyin ondan shu topganda qayta o'qiydi degan. Ba'zilar o'qiydi, qaytilmaydi degan. Ba'zilar faqat o'qimaydi degan. Agar ishlar absuzlik qilib, masalan, to'xtamay qolsa, endi yo'l qog'oz bo'lsa, yo'l qog'ozda shunday farzlarga yalanib sursimi? Shusi tarif bo'lmaydi. Bu mashhul bu. Chunki yuvish kerak tariflashda, iqtish lozim. Yani bunda ahval to'liq duch keladigan kishi cho'qim bu safarda tayyorlik bilan chiqish lozim. Birar kishi suv ilib olmas. Xuddi masalan, qo'saqning g'amida shahar turli yemak-ichmakni, tayyor chubni ilib olgandek, dinning g'amini yeb, suv ilib olishimiz lozim. Yoki azroq bir uchun to'p ilib olsin xaltiga, masalan. Shuni uribdan qila oladi. Bo'ldi. Tardasa, juyinsa, bo'ldi. ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت. Cuma namazı qo'ldan ketib qolgan, ulgurmaydigan bo'lsa-mu, cuma namoziga tayammum qilishmaydi. Tartilish lozim. Yana tafut ila khalaf. Yani bu tartilish lozim degan ulgurmay qolaman deb tart ilib kelsam cuma o'qilib bo'ldi ekan deb shu ba holatda tayammum qilish bo'lmaydi demakchi. Agar su yo'q holatda bo'lsa, yuqoriroq jumaga mo boshqa har qanday namozga tayammum qilish bo'ldi. Nima uchun jumaga oldirib qolgan chaqda tayammum qilish bo'lmaydi dediq? Li'annaha tafutu ila khalaf. Chunki juma qo'ldan ketgan bilan uning o'rnini bosilgan peshin ba va huwa dhuhr. Peshin namozi o'qish kerak. Li'anna dhuhra fardul vaqti ala ma nubayyinuhu. Chunki juma qo'ldan ketgan kishiningki o'qish kerak bo'lgan farzi shu vaqtning o'zida shu peshin namozidir. Buni biz keyin bayon qilamiz. Wala yajuzu lil fardi idza khafa fawt al vaqt. Ya'ni farz namozg'imi oldirashchilik bo'lib qoldi deb, ulgurmay qolma jamoat o'qib bo'ldi ekan deb tayammum qilsa bo'lmaydi. Idza khafa fawt al vaqt degani namozdan vaqti chiqib qoladi deb ansirsa deydi. لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء. Çünkü bu ahvalda o'rin basadigan bir namoz ba holatda qo'ldan ketgan bo'ladi. U bo'lsa-mu qazosini qilish. Balki ba'zi ahvolda qazosimi digil bo'lmaydi. Chunki mesela uxlab qilib uyg'ongan kishi yo unutib qilib esi kelgan kishi "Men naman salatan aw nasiya falyusalliha idza zakara." Uyg'ongan chig'ida o'qish lozim. Bu chaqda kechkisimi shu chaqda o'qishi dal vaqtida o'qigan hukmida degandek. Qala
وَيَنْقُدُ التَّيَمُّمَ نَوَاقِدُ الْوُضُوء Tayammumni taharatni sundirdigan har qanday ish sundirutidi. لِأَنَّهُ خَلَفٌ عَنْهُ Chunki bu taharatniki izbasari. وَمَا يَنْقُدُ الْأَصْلَ Asli asas bo'lgan taharatni sundiradigan narsa avla an yanquda al-khalaf. İzbasarni sundirutishga texmo loyiq. لِأَنَّ الْأَصْلَ أَقْوَى Chunki asli bo'lgan taharat kuchlik. وَيَنْقُدُهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَاءِ وَاسْتِعْمَالِهِ Yana taharatni sundirgandan ortiqcha bir sundirgan ish su topoladigan imkon bo'lib qolsa, tayammumni sundirotidi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam ma lam yajidil ma yoki ma lam tajidil ma degandek iboralar bilan kelgan hadis. Bo'g'achqa suvni shunda topgandikan, suvni ishlatadigan bo'lgandikan lam taharat sunib ketadi. Wal ma'ul mawdu'u fil hubbi va g'ayrihi bil falati la yanquduhu. Hubb degan yoki hib bo'lishi mumkin. Bu menda ko'p ya idish ya ko'za degandek bir narsa. Cho'l bayavallarda musofirlar usulliq qilib qolmasında xayr so'yarlar, anda kuplarga, idishlarga, ko'zlarga suv qachlab qo'yib qo'yish mumkin fi sabilillah. Hozir masalan yo'llarda su turbalarni qo'yib qo'ygan, sabiylar shu. Ashunda qo'yib qo'ygan bo'lsa, ash suvlarni topolgan kishining tayammum bilan olgan tarti buzilib ketmaydi. Li'annahu mawdu'un lish-shurb. Chunki uni shunda ta'sir yutkab opirib joyga usulliqda tizilib qolgan musofirlar ichsin deb qo'yib qo'ygan bo'g'achqa uni taratga ishlatilmaydi haqlar. Shunga bunda suvni uchratgan kishimi tayammum bilan tartagan bo'lsa tarti sunib ketmaydi demakchi. Ya'ni xuddi ishadigan suvi bor turib, suvni ichvatsa, keyin usulliqda o'lib qoldigan yoki qisilib qoldigan bo'lsa, suvni ishlatmay tayammum qil deganga o'xshash. Shu yo'llarda musofirlarning usulliq uchun qo'yib qo'ygan suvimi ishlatasi bo'lmaydigan suv bo'g'achqa tayammumi buzilib ketmaydi demakchi ekan. Mushagichi bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.